Hey, sorry. Hurmat Prezidentim Shavkat Mirziyoyev marhaba. Haligimda qanday bizda shahringda boradigan joyimiz yo'q. Xalaq kelsansa ish faoliyatiga nari burchakka tur, nari burchakka tur. Mana shu yerda sizlar turibman. Shu yerda turibsizlarga hech narsa qilganim yo'q mana. Ha. Odan yok keçkiren mesela. Ha? Odan yok keçkiren. Birinchi narsalarni olaylik desam baribir buzyapti, hech kim eshitmayapti. Nimaga ma'muriy qiladi? Nimaga ma'muriy qiladi? Nimaga ma'muriy qiladi? Nimaga siz nachalnik militsiyamisiz ma'muriy qildirgani? Mana uyim. İki nafar farzandim bilan qayerga boramiz? Odamlar yashab turgan uyda nolar buzishga kelyapti. Qanday davlat bo'ldi bu? Buni majburiy ijroni xodimi buzishga urinyapti hozir. Mana shu Kobaltda kelgan 297 75 bajarinib shu yashayotgan uyda aholilarni tinchini buzaman deb harakat qilyapti. Qanday qaysi qonun?